Ba'zan hayot seni shunday nuqtaga olib keladiki, endi hech kimga suyana olmaysan. O'sha payt tushunasan, asl tayanch insonlar emas, balki Alloh ekan. Chunki odamlar va'dasidan qaytadi, lekin Alloh va'dasidan qaytmaydi. Odamlar seni tark etishi mumkin, lekin Alloh seni hech qachon tark etmaydi. Hayotingda og'riq ko'paysa, bilgin bu jazo emas, bu tarbiya. Alloh bandasini sindirib yo'q qilish uchun emas, balki poklab, yuksaltirish uchun sinaydi. Qalb sinmasa, kibrlar sinmaydi. Ko'zdan yosh chiqmasa, yurakdagi g'urur chiqmaydi. Duo qilayotganingda shuni unutma. Sen Allohdan so'raysan, u esa senga hikmat bilan beradi. Ba'zan darhol beradi, ba'zan kechiktiradi, ba'zan esa so'raganingdan ham yaxshisini beradi. Chunki sen faqat hozirni ko'rasan, Alloh esa butun taqdiringni ko'radi. Insonlar seni tushunmasligi mumkin, hatto ayblashi ham mumkin, lekin Alloh seni biladi, niyatingni biladi, dardingni biladi. Qalbingda hech kimga ayta olmagan gaplaringni ham u eshitadi. Shuning uchun taslim bo'lma, sabr qil, duo qil, namozni mahkam tut. Chunki sinov ichida bo'lsang ham Alloh seni yolg'iz qoldirmayapti, balki u seni o'zing o'ylagandan ham kuchliroq qilyapti. Va bir kuni kelib, sen ortga qarab shunday deysan: "Ey Robbim, sen meni oxir kunlarimda ham tark etmading. Aynan o'sha kunlar meni bugungi odamga aylantiribdi."